Instagramda zakрытый akkauntga qanday qilib SMS yozishni o'rganamiz. Agar bilsanglar, Instagramda zakрытый akkauntga сообщение yozadigan joyi chiqmaydi. Masalan, mana shu aka zakрытый akkaunt qilib qo'ygan. Qanday qilib SMS yozishni bilmaysiz. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Bu bilmaganlar uchun eslatma. Mana shu 3 ta nuqtaga bosamiz. Pastda отправить сообщение degan joyi bor. Shu yerdan jo'natsak bo'ladi SMSimizni. Yana bitta ma'lumot, bu Instagramda poyskdan qidirgan odamlaringizni, kimni qidirganingizni saqlanib qoladi Instagram. Buni bilish uchun, buni o'chirish uchun 3 ta chiziqqa bosib, bu yerdan Ваши действияga kiramiz. Bu yerdan pastroqqa tushsak, bu yerda недавний поиск запрос degan joyi bor. Mana shu joyga bossak, men mana shu odamlarni poysk berib qidirganman. Bularni очистить все qilib o'chirib olsangiz bo'ladi.